Hammaga assalomu alaykum. Sizlarni navbatdagi uyimiz bilan tanishtiramiz. Yer maydoni 6 sotikli. Ishlari remontlangan. Ko'chadan kirganda birinchi xonasi, zali. Avvallar bilan remontlangan, patologlar natijali patolog, lustrolar qo'yilgan. Hol kirgan shunday holdan xonalarga bo'linib ketadi. Birinchi xonamiz zal, ikkinchi xonamiz spalni. Qarasangiz kichkina zal qilib olsangiz ham bo'ladi. Bu yoqda o'rtada yana bir xonamiz bor. Bu svit lampochka suv qolibdi, uni yonmadi. Bundan chiqib esa bu yoqda yana bir xona. Remontlanmay qolgan bu yog'i. Bu yog'ini remont kerak. Vajani qo'yib qo'yibdi birga. Bir qator remontlab olsa. Shu xonani men zalga, yo bo'lmasa hozir ko'rsatganlarimiz ana birinchi xonani yana bir zalga olsanglar bo'ladi. Agar zal bir zal yetmaydi desanglar, atak 1 2 3 4 5 xonalar. Bu yog'inda kuxnyasi, kuxnya mebellardan eshiklar bilan birga moslab ishlatgan, eshiklar ham yaxshi eshiklardan qo'yilgan. Kuxnya mebeli bilan konditsionerlari qoladi ekan. Bu yoqda vanna sanuzeli. Vanna sanuzellari ham ishlab turibdi. Bu yerda isitish adapleniya unday to'qli batareya qo'yilgan. Qishda to'q bilan qiziraverasiz. Zalni konditsioner qo'yib turibdi. Konditsionerdan o'zi yetadi ekan zalga. Ana xonalarida pesh qo'yilgan. Peshni ishlatmaydi, umuman pesh kerak emas, ishlatamiz deydi. Shu mana batareyalar bilan konditsionerning o'zining isisi yetadi qishda. Orqa ko'rsatamiz. Uyning orqa ko'rinishi bo'ladi, tandirlari bor. Bir yoq qaptalar bilan orqa yoqning zabori yopilgan. Chap yoq zaboringizni yopib olsangiz, polniy ham zabor aylangan bo'ladi. Yer maydoni 6 sotik, otizlari egilib turibdi. Tallar ham bor mana, saya bo'lib turadi, chertaklar ishlangan. Zo'r etib buna spalar qo'yilib turibdi. Ularda akitsa kerak, qolgan narsalarni kelishib olaversa, atak konditsionerlari, kuxnya mebellari qoladi ekan. Yer maydoni 6 sotik deb aytdik. Aynalari yaxshi aynalardan, eshiklari yaxshi eshiklardan qo'yilgan. Uyimizning aljag'idan ko'rinishi, sirtdan bir remontlanish bo'lishi kerak, chertaklar ishlangan. Ellar egilib turibdi, otizlari egishlari zo'r. Adres Toza Reportda bo'ladi. Toza Reportda toza salomat qilgan to'yxonaning to'g'risida kiradigan ko'cha bor, chapqonda ostanovka bo'ladi. Shu ko'cha bilan kirsangiz, birinchi emas, ikkinchi ko'cha shitdan o'tib chapga aylanasiz, xo'jalik ko'cha bo'ladi. Tak, примерно chap qo'lingizda 10-marsh, 12-marsh joy bo'ladi. Kelsanglar uy bilan ko'rsatib tanishib, bahasi 32 ming dollar aytilyapti, qaytiladi, kelishlarida kami bor. Ustida kelib ko'rib, gaplashib, qolgan narsalarni ustida gaplashib ketaverasizlar. Hammaga yaxshi kayfiyat, bizga kuzatishda davom eting. Sizlar bilan men Ixtiyorim Ichimov.